Farzandingiz hojatxonaga tez-tez qatnayaptimi yoki sizdik ushlab turishda muammolar kuzatiladimi? Bu haqida hozir gaplashamiz. Bu holat bolada seyish disfunksiyasi deb ataladi. Bu holat 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'p kuzatiladi. Nimagaki, bu qovoqni rivojlanishi bilan bog'liq. Va undan tashqari bolada ich qotishini, qabziyatni hisobiga kelib chiqadi va asosan hojatxonaga o'rgatilmagan bolalarda bu ko'p kuzatiladi. Ularga qo'shimcha, ya'ni anatomik o'zgarishga ega bo'lgan sizdik chiqarish kanalida to'siqlar mavjud bo'lgan bolalarda ham bu kuzatiladi. Buni asosiy belgilari nima? Birinchisi, hojatxonaga tez yugurish o'ziga bo'ysunmagan holatda. Ikkinchisi, shu vaqtning ichida ichki kiyimni ho'llab qo'yish. Uchinchisi bu peshob ajratib bo'lgandan so'ng qovoqdagi og'riqlar. Bu asosiy belgilari hisoblanadi. Buni tekshirish uchun eng avvalo bola bilan yoki ota-ona bilan to'liq muloqot qilish kerak. Ya'ni boladagi kunlik peshob ajratish va suvni qabul qilish haqida ma'lumot olish kerak bo'ladi. Undan so'ng bolaga seyish kundaligi va qabziyat bor yo'qligini aniqlovchi kundalik beriladi. Agar bolani o'zi bu narsani to'ldira olsa, o'zi to'ldiradi bir hafta davomida yoki ota-onasi tomonidan to'ldiriladi. Bundan tashqari ultratovush yordamida aniqlanadi. Ya'ni siydik pufagi, buyraklar ultratovushida bu narsani ham belgilarini ko'rsa bo'ladi. Keyingi tekshiruv bu uroflometriya. Ya'ni o'sha peshob ajralish vaqtida uni tezligini, o'tdagi obstruksiya belgilari bormi, yo'qmi, o'shalarni aniqlab to'liq ma'lumot beradi. Chuqurlashgan, ya'ni asoratli turlarida albatta urodinamika tekshiruvi. Agar bu holat faqatgina seyish disfunksiyasi bo'lmasdan, ya'ni orqa miya bilan bog'liq bo'lgan holatga shubha qilinsa, bunda albatta umurtqa pog'onasini MRTsi kerak bo'ladi. Bu diagnostikasi. Buni davosi birinchi navbatda bolani to'g'ri rejimga tushirish va ikki xil usulda, ya'ni standart uroterapiya va maxsus uroterapiya davolash usullari orqali amalga oshiriladi. Agarda buni to'g'ri tashxis qo'yib va kerakli tavsiyalarni berib va maxsus o'sha preparatlari bilan davolansa, bola bu narsadan to'liq qutuladi va sotsial hayotga tezgina yana moslashib oladi.